bir she'r bor edi men yozganim. Sizga aytib beruvdim, birinchi ko'rishganimizda Misrda. Ha. Istanbulda ko'rishganmiz 2008. Qohirada. Qohirada turganman. Hali Abdulhafiz domlaning uyida. Ha. Tinkalarni quritdi ixtilofu nizolar. Tinkalarni quritdi ixtilofu nizolar, nizoni yo'q qilishga yig'ildi rahnamolar. Maşallah. Hamma bitta fikrga yakdil ovoz berishdi. Ixtilofu nizoni yo'q qilishga Kelishdi. faqat bitta ish qoldi. Navbat keldi shu ishga. Ixtilofu nizoni qanday yo'q qilishga. Birov u, birov bu der. Avjga chiqdi tortishuv. Kelishmaslik fikrida yakun topdi kelishuv. Kelishmaslik fikrida yakun topdi kelishuv. Ha, kelishmaslik fikrida yakun topdi kelishuv. Nega hayron bo'lasiz? Ular ham emas ahmoq, faqat har kim o'zgadan o'zini ko'rar yaxshiroq. Maşallah. Maşallah. Men yaxshiman deyapsizmi? Palonchidan ko'ra. Yoki men yaxshi bo'lib qolishim kerak deyapsizmi? Alloh yo'q u yerda, men bor xolos bu yerda. Bu munozara mana shu harom, mana shu munozara. Qachonki siz haqni istab chiqsangiz, u yo'qotgan tilingizni topmoqchi bo'lib, mana shu odam topib bersa ajab emas deb tursangiz, Imom Shofiyni qarang, birodarimni og'zidan haqni chiqarib qo'ydim deb turibdi. U degan men mag'lub bo'laman degan. Yoki ikkalamiz bitta narsani teng topamiz degan. U ham men topgan narsani topsin degan. Siz biror marta munozaraga kelayotgan paytda qalbingizga qarang-da. G'olib bo'lishni orzu qilyapsizmi, qilmayapsizmi yutishni? Qilayotgan bo'lsangiz to'xtating shu munozarani. Alloh uchun emas, men uchun qilyapsiz. O'z yerda Alloh yo'q u yerda. Alloh uchun fi sabilillah mana hammasi yolg'on. O'z-o'z aldayotgan bo'lasiz.